8 aprelda Almaty şəhərinin Aqşol restoranında cəm bolğan Uyğurlar 1990-yılı 5 aprelda Şərq Türkistanның Aqto nahiyəsi təvəssüdəki Barin yezisində kötürülgən Zeydun Yusuf rəhbərligində Xitay hökumətinə qarşı qo'zg'alğanın 33 illıqı və 1945-yılı 8 aprel günü qurulğan Şərq Türkistan Cumhuriyeti Milli Armiyasının qurulğanlığının 78 yıllığı bağışlagan iftar fəaliyyəti ötküzüldü. Dünya Uyghur Qurultayının Qazaqstandakı vəkilləri uyuşturğan bu fəaliyyətə Almaty şəhəri və Almaty vilayətinin nahiyələrdəki vəkilləri olub 30-dan oşuq adam qatnaşdı. Xitay yaqinqi yillarda atalmış 5-ci əmgək güclərini işə orunlaşdırış namında zor türkümdəki Uyghur dehqonlarini Xitayning Şərq Türkistanda təsis qilingan yezilikni kəsbləşdiriş bazarlarına sürgün qilish bilan birga Xitay ölkələriga davamlıq sürgün qilmoqda. Lager şahidi Zumrat Davudning Facebook sahifasida ham bakirlangan sinlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy bu yil Uyg'urlarni tarqoqlashtirib, ularning o'rniga Xitoy ko'chmanlarini yerlashtirish orqali Sharq Turkistonni xitoylashtirish rezil planiga asosan Uyg'urlarning nopsini Xitoy o'lkalariga ko'chirish vositasi bilan Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga ko'chirish harakati qo'zg'agan. Mazkur sillarda oshkorlanishicha, Uyg'urlarning nopuslari Xitoyning Chengdu, Sichuan, Hangzhou qatorliq shahar va rayonlarda enga oldirilgan. Sinda tarqalgan nopus daftarlaridagi ma'lumotlarga qaraganda, mazkur Uyg'urlar asosan bu yil 3-oyda Xitoy shaharlariga surgun qilingan. Xitoy hukumati yana bir yuqori darajali Uyg'ur amaldorni tutqun qilgan. Xitoyning Markaziy intizom tekshirish komiteti va Davlat reviziya komiteti 6 aprel kuni e'lon qilgan uqtirishida Urumchi shahrining sobiq shahar boshlig'i, Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumati partiya guruhisining bosh kotibi va sekretari Yasin Sidiqning tutib turilib tekshirilayotganligi e'lon qilingan. Uqtirishda Yasin Sidiqning partiya intizomi va qonunga og'ir darajada xiloflik qilish gumoni bilan tekshirilayotganligi bildirilgan. Yasin Sidiq Xitoy hukumati Uyg'ur elida lagerlarni yo'lga qo'yib, keng ko'lamda odam tutayotgan va hamda Uyg'urlarni xitoylashtirish siyosatini qattiq kuchaytirgan bir mezgilda Uyg'urlar turklarning avlodi emas degan bayonot xarakterlik maqolasini e'lon qilgan edi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy davlatining rahbari Xi Jinping va Xitoy kompartiyasining hukmronligiga qarshi noroziliklar turli shaklda ifodalanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, yaqinda Xitoy poytaxti Beijingdagi Tiananmen maydonining qizil temaga Xi Jinping va Xitoy kompartiyasi cho'qim og'dirilishi kerak degan shior purkib yozilgan. Bu faoliyat ijtimoiy taratqularda zo'r ta'sir qo'zg'agan bo'lib, nurg'un abonentlar uni botirlik bilan qilingan harakat deb atagan. Yevropa İttifaqı Komitetining raisi Ursula von der Leyenning oldingi hafta Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan qilgan Xitoy ziyorati oxirlashgandan keyin Yevropa İttifaqıning yana bir yuqori darajalik amaldori Xitoyga berishga tayyorlik qilmoqda. Egilishicha, Yevropa İttifaqıning tashqi munosabat va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell 13-15 aprel kunlari Beijingni ziyorat qiladi ekan. Xitoy dunyoda nopsi eng ko'p davlat degan nomni Hindistonga toptirib qo'ymoqda. Hindiston nopsi 4-oyning 2 haftasida 1 milliard 423 million odamga yetib, Xitoydan eshib ketdi ekan.